Bo'pti ona, men ketdim. Voy bolam, ketyapsanmi? Qayerga ketyapsan? Ha, ishga ona u yoqdan chiqib bolalar bilan ko'rishaman. Yosh bola emasman. U to'g'ri berayotgan savolingizni qarang. Bugun shunaqa narsalar ham zo'r. Ne, tinchlikmi? Kecha onamlarga o'zlari yoqtirgan lolani olib bordim-ku. Voy, shunaqa xursand bo'lib ketdilar. Ancha bo'lgan ekan bermaganimga gul. Voy, o'rtoq, 2 kun oldin mendan ham xuddi shunaqa bo'ldi. Onamga yoqtirgan ovqatlarni olib borib berdim. Ishonch, shunaqa mazza qilib yedilar, hamma muammolarim esimdan chiqib ketdi. Yosh bola emasman. U to'g'ri berayotgan savolingizni qarang. Voy, nimada ko'tarib yuribsan? Bugun bir sizni xursand qilay dedim-da, ona men bugunni qarang, o'zingizga o'xshagan chiroylisidan. Yana sovg'alar ham bor. Tikishni yaxshi ko'rasiz-ku, ona, sizni tikishingizga qarang nima oldim. Voy, shunaqa narsalar ham chiqib ketdim bolam. Undan tashqarichi, yana o'zingizga qarab yurishingiz uchun, yana ham chiroyli bo'lishingiz uchun mana bunaqa kosmetik nabor. Voy, baraka top bolam. Yaqinlaringizni xursand qilishni unutmang. Sovg'alarni Uzun marketdan tanlang.